Sen yetimsan. Sen yetimsan, sog'inadigan odaming ham yo'q. Chunki sen hech kimga kerak emassan. Ko'chada itga ham kerak emas. Ko'chada chiqsa, sizni ko'rib qolsa, yo uradi, yo ustingdan kuladi. Odam bo'lida ko'rmaydi seni aka. Meni sog'inadiganlarim bor, oshnog'aynim bor. Bor sog'inadiganlarim. Lekin sen itga ham kerak emas, bir musursan. Sog'inadiganing yo'q. Onam yo'q-da, onam. Kiyimlari ham esidan chiqib ketsa, yo'q kiyimlar. Hech narsa, qaniydi bir kiyimlari bo'lsa. Hech narsamiz yo'q. Ojon. Men hech kimim yo'q, o'qib bitta o'zim qolganman. Sen yetimsan, sog'inadigan odam. Bunaqa demas kerak. Chingiz. Menga aloqaga chiq, sen menga keraksan, uka. Sening ma'noli, mantiqli gaplaring. Sen zamonaviy mashrab devonasan sen. Zamonaviy. Zamonda, misol har bir zamon o'zini zamoniga zayl boqadi-da. Zamonaviy mashrab devonasan, Chingiz. Sana barcha so'zlaring, so'kinishlaring mayli bo'pti, ko'tarsa bo'ladi. Bir xil so'zlaringni allomalar ham gapira olmagan. Olimlar ham gapira olmaydi sana bir xil trenddagi so'zlaringni. Juda bir ta'sirli nima bo'pti. Bu ukamiz ham ozroq tilidan ketib qolibdi, ko'p katta gapirmang. Sen hech kimga kerak emassan. Lekin Chingiz kerak. Chingiz kerak. Chingiz legenda. Uni izdivasa qilishdi, uni urishdilar, uni so'kishdilar. U hayotda juda qiynalgan u inson bola. Hayotda istoriyasini, tarixini yaxshilab o'qib chiqdim. Даже ukasi bor yo'qligini bilmaydi. Ko'chaga haydalgan, xotini xiyonat qilgan, farzandi o'zidan emas. Oxirida bilib qolgan, hayotini gapirgan. Unaqa qilma. Unaqa qilib Chingizning ko'nglini og'ritma. Chingiz legenda, Chingiz yaxshi inson. Chingiz yaxshi bola, ko'ngli toza bola. So'kinadimi, boshqa qiladimi? O'zini shaxsiy hayoti, lekin insongarchilik tomonidan oladigan bo'lsak, Chingiz yaxshi inson Chingiz. Mana Sardor Gansirga o'xshab yoki Itakdali mana shu boshqa fohishalarga o'xshab TikTok chiqib rasvo qiladigan yo'q. Chingiz, agar shu videoni ko'rsang, men nomerimni tashlab yuboraman sana. Menga chiqsan, menga keraksan, uka. Dog'laza, hammasi yaxshi bo'lar, o'ylama. Buni xo'p bil, Chingiz, bu yolg'izlikni tanlamasin. Bittan top uylan. Nogiron emassan, ko'r kar emassan, shol emassan, sog'lom insonsan. Davay o'zingdan zot qoldir, avlod qoldir. Bitta yaxshi chiroyli qiz senga turmushga chiqadi. TikTokda battle'da yurgan qizlarni yig'ishtir. Oddiy qishloq qizga bitta uylan. Qishloq qizimi, shahar qizimi, shu TikTokda battle'da, Instagramda, YouTube'da suzib yurmagan qizlardan bittasini olgin. Chingiz. Farzandi bo'lgin. O'zingdan zot qolsin, avlod qolsin. Normalni oila qurgin birontasi bilan. Chingiz. Bu yigitga keladigan bo'lsak, o yigit katta gapirma. Katta gapirma. Nimangdir bordir keraksan. Nimangdir yerda yo'qolib qolsin, kerak emassan sen. Chingiz, bratishka, men nomerimni tashlayman, menga chiqqin. Menga keraksan, menga uka bo'lasan. Biz ukamizdek gapsan, Chingiz. Молодец, gazini bos uka. Ko'ngling yonma bu gaplarni. Salomat bo'lasizlar.